Gari? Ha, Mark. Bugun biz uzoq kutilgan o'sha o'g'irlikni amalga oshiramiz. Va nihoyat ko'pgina pul ishlaymiz. Mark, nima qilyapsan? Gari, esingdan chiqarib qo'ydingmi? Biz yopiqroq o'g'rilarmiz. Hazillashdim, Gari, yur ketdik. Qara, pochonkalardan qara. Davay. Hey, yo'llading. Yanishga olmang-ku. O'zingni meniki. Ketdi. Gari, eshikni tepib ochaman. Kalit bor. Qani? Ey, Garibsi. Bu mejgal bilan ochilmaydi. Orqa tarafda o'tamiz, men bilaman. Gari, marhamat. Don chiq. Don chiq. Chiq. Bos. Najanga o'sha faqat. Ijolat bo'lma, Gari, bos. Belim silib ketadi-yu, Mark. Gari, yaxshimisan? Molni yiqilding-ku. Hali birinchi kunlikka tushasan-u. Ustoz qarang, bayram arafasi Andijon shahrimizdan tinchi. Aka nimasini aytasiz, ko'z tegmasin. Chiqib oldik-a, Mark. Tirancha, ishib olsam ishtonlarni yirtib yuboraman. Gari, men qo'rqib ketyapman. Qo'rqma, nimadan qo'rqasan? Galvasiga. Qo'rqma, marketing. Yaxshi ishlaydi lekin. Nimcha barday bu yerlar. Senba, ijodkorlar xonasi shunaqa barday bo'ladi. Biz izlagan xona. Gari, kichkintoy ushlamaymizmi? To'xtab tur, hozir bu yoqda ish bor. O, ana. Gari, biz istagan narsa shu yerda ekanmi? Shu yerda ko'nglim sezyapti. Hididan sezyapman, mana shu yerda. Gari. Och. Hozir. Mana. Gari. Ey, bundan ham ko'p qimmat narsa bormaydi-da. Nima? Mana. Nimasi qimmat buni? Ey, O'zbekistonda yagona ASX faqat internet o'quv markazi bor. Garaj. Buni ham bilmaysanmi? Lekin shular bilan qanday? Alo. Internetning o'g'ri tushdi. Ha, o'g'ri. Meni o'g'irlamoqchi. Iltimos yordam beringlar. Tushundim, mana ketyapmiz. Mark, biz buni uddaladik. Gari. Biz buni uddalolmadik. Akalar, rahmat. Kelin, shu yerdamisan? Shu yerdaman, Oyjon. Kelin, yaxshimisan? Senga hech narsa qilmadimi? Yaxshimi, Oyjon?
Hurmatli andijonliklar, hozirgina shahrimiz ichki ishlar xodimlari olam shumul o'g'irlikni oldini olishdi. Hammaga kattakon rahmat va eng asosiysi Kevin naqadar dovyurak bola ekanligini yana bir bor isbotladi. Xayrli kech, sog' bo'ling.